Hayot yo'lga o'xshaydi. Ba'zan svetofor qizil, ba'zan yashil. Lekin eng muhimi ortga qaramaslik, to'xtamaslik. Har kuni yo'ldaman. Har manzil yangi saboq. Assalomu alaykum. Men Shohrux Beyman. Bugungi safar hayot haqida bo'ladi. Ketdik. Biz hayot yo'liga chiqdik. Soat necha bo'ldi? 7:38 bo'ldi. Bugun maqsadlar katta. Bugun judayam ko'p pul ishlash, plus 14 ming million zakat tushdi. Bu bizning brend. Do'stlar, bugun shanba, shuning uchun ko'chada odam kam. Koeffitsient ham mana o'chib qolgan. Sentrda hech qisi yo'q. Biz taslim bo'lmaymiz, kutyapmiz ikkinchi buyurtma kelishini. Start yoqmayapti. Chunki start yoqdim, reytingim 5 edi. Ancha bir oycha 5 bo'lib yurdi. Start yoqqandan keyin 94 ga tushib qoldi. Shuning uchun yoqqim kelmayapti. Asta-sekin reyting ko'tarilyapti. 5 bo'lyapti. İşlerimiz ham 5 bo'lishiga umid bilan, harakat bilan qarayapmiz. Bering endi Ekisjon bitta zakaz. Kutyapmiz do'stlar. Soatimiz 8:02. Xursand bo'lib ikkinchi zakaz 300 metrdan tushdi deb kelsam, namestani bosdimmi? Bosmadim. Avtorazdachi bosgan bo'lsa ham bir avtomatiskiy kutdim. Haligi неприятный ovoz bor, taksidagilar bilishadi. Buyurtma bekor qilindi. Tushkunlikka tushmaymiz, yaxshilikka hammasi. Biz kutishda davom etyapmiz. Soat millari 8:10. Xullas, biz hozir 5 tami nechta zakaz qildim. Xullas 5-6 zakaz qildik. Koeffitsiyentlar bu yerda Aslama sentrda Farg'ona yo'lida yurdik. 170 ming so'm ishladik gryazli. Karta bo'ldi, bu bo'ldi. Va shu 170 ming ishlayapmiz. 6 ta zakaz bajaramiz. Hammasini syomka qilmadim. O'sha kutganimdan keyin berishni boshladi. Endi nima demoqchiman? Odamlarga, shu shopirlarga kim Yandex taksida ishlab turgan bo'lsa, o'shalarga tavsiyam men beradigan narsa taksopark ulab qo'yishim mumkin. Foizi juda kam. Agar ishonmasangiz qiziqishga bir texpasport proves tashlab bir kun ishlab ko'ring, bitta zaявка qilib ko'ring, foizni ko'rib, to'g'risi hayron qolasiz. Bunaqasi hech qayerda yo'q. O'zbekiston bo'yicha hech qayerda yo'q. Bunaqa kam foizli taksopark. Botimiz 24 nasi ham ishlaydi. Bexijolat pulni yechib olasizlar. 24 nasi ham dispetcherlar xushmuomala, komfort bloklanib qolgan bo'lsa kimdadir ochib beramiz. Albatta pul evaziga bunaqa 200 ming 300 ming bas, arzon. Ularni ko'ringlar va podpiskani tashlaylar, akalar, ukalar. Xullas 11 ta zakaz qildik, soat 2:24. Summa 316 ming. Gaz quyib olay deb turibman. 110 kilometr yurdi, chota chiroq qoldi xolos. Probkada o'tiribdimmi? Probka ham turganim yo'q. Rasxoti ko'payib ketdi yoki zapravka yaxshi basmi? Kam yurdi-da, chota. Bitta chiroq o'chib qoldi. Rosa ish qilib turgan paytda hozir nimaga o'tmay, nima deydi? Zapravka qidirib yuribman, shahar ichiga kirib olsam. Shu bilan o'sha zapravkani yonida osham bor, obed qilib olaman. Obed qilgani ham vaqtim bo'lmadi do'stlar. Obed qilib, keyin sekin-asta Xudo xolasa ishni boshlayman yana. Bugun maqsad shu kechgacha yurish boricha. Bugun qiladigan ishlarimiz yo'q. Svobodniymiz. Berganini solamiz. Koeffitsiyentiga qaramaymiz. Faqat komfort solamiz. Bergan solamiz. Kech payt Xudo xolasa men sizlarga ko'rsataman. Nima, qanaqa, qancha bo'lganini.
Xudo xohlasa kuch quvvat berib tursa, like yemasdan bosinglar, podelиться qilinglar Yandexda ishlamoqchi bo'lgan aka-ukalarga. И taksoparkimizga albatta ulaninglar. Taksopark номер 1. Tekstilniy mos ketmasdan sim-simda oldida turibmiz a. Bizga telefon 2000 bilan zakaz tushdi. Ishongizlarga. Qani ketdik. Kech bo'lganda bosib yubordim. Endasini emsin. Chirchiqqa 30 kilometr 56 daqiqa. Qaytishgan bu narsa bo'lib qolsa yaxshi bo'lardi. Bo'z bozordamiz hozir. Necha pul chiqarar ekan, pirozi 27 ming bilan bergan. Ko'ramiz. Akalar, assalomu alaykum. Men uyimga keldim. Ishga o'tganimga 1 soatcha bo'ldi. Bugun yematda zakaz qildik. 738 ming bo'ldi. Naqd pul 548.500 so'm, karta 309.500 so'm, chevi 3.400 so'm, xizmat komissiyasi 121.228 so'm, hamkor komissiya 2000 so'm bo'lyapti. Akalar, hali Chirchiqqa borib keldim. Обратga ham zakaz bo'ldi. Yana ishlasam bo'ladi, shaharda ish yaxshi. Charchab qoldim. Xudo xolasa endi ertaga, bugunga yetadi. Xudo bergan rizqda urdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Ko'p gapirmoqchi edim, vaqtlarni olmay. Xullas 1 million ishlasa bo'ladi agar sal odam kuch-quvvat berib o'qisa 1 million ishlasangiz ham bo'laveradi. Endi bundan gaz chiqarib tashlaysizlar. Hozir probegdan ko'rsataman. Qancha probeg bo'ldi? 260 kilometr yuribmiz do'stlar. 260. Общий 260. Bu 1,5 ta gaz gruba.